Yukarıki lisemizden devam hürmetli vatandaş. Lekin Prezident sayımının ne mi çaresi var deysizler? Devamı yukarı makalının. Bazılar Tayvan sayımın hükümetinin Amerika'ya yakın turuşunu süpetlep 20. asırın 50. yıllarda Cumhuriyet Partiyası'nın sabık Sovyetlerge bakıldı bulup kalan siyaseti seliştirip atılar. Uçalı Cumhuriyet Partiyası sabık Sovyetlerinin yadro muhafazat küllüğü asıda mevcut ve bexatarlik erişken. Mevcutluk ve bexatarlik erişken. Bugün Tayvan'ın turib atkan ornu aynı çağdaki Cumhuriyet Partiyası'nın turgan ornudan beter. Tayvan Amerika'nın akılana, ahlakıga tayinishi lazım. Gerçi bunda akalanılık real siyasetinin sınaklarından ötelmisi mi? Tayvan Amerika'ya yakın turgandan başka yana kandak tallaş buluşu mümkün? Siz sual koyupsanız efendim, ben demeyi yok. Amerika'ya yakın turuşunu tallap alıştım, başka Tayvan'a hiç kandak bir tallaş yok. 30 yıl burun Şangan, Tiananmen meydanından kaçkan, kaçkolanın menbiye yaki cennetiydi. Şangan, alnı gezeti, Cumhuriyet ötküzüp bir işten tehirsizliği. Mavzuluk makaliyle kılıp, Abdurli Tayyip'in munda görsetti makalıdır. Nizamnameleri özgertmese Şangan cinayetçiler hiç bildiğin cennet bulup kalıdı. Bu sözge asaslangandı Şangan uzundan bir cinayetçiler hiç bildiğin cinayetçiler hiç bildiğin cennet bulup gelgen. Şangan'ı yaşırılan cinayetçiler neyme diyen ki? Bu cinayetçiler Şangan'da cinayet sadır buluşunun köprügüden. Ya bu cinayetçilerle yuvaşlık bilen yaşaşlarını tasavvur kılgılı olmaydı. Ondaqda Şangan'da cinayet sadır buluşunun köprügüden tizgilligili bulungan bulmaydıgan dercigi yetti mi? Paket del bunun aksine. Şangan'da cinayet sadır kılış her yili tüvellemekte. Cinayetçiler kaçıdığan cennet herkes mi cinayet sadır kılışların cenneti emas. Cinayetçiler kaçıdığan cennet buluş herkes yaman iş emas. Cinayetçiler kaçıdığan cennet buluş mübadi Şangan siyasi cinayetçilerin kaçıdığan cenneti bulup kalıdığan bolsa bunlak bir meseleni yani kişilik hukuk yaxşı bulup gelgen rayon işgalliginden ibaret bir meseleni şendirip bir. Demek Şangan kişilik hukuk yaxşı bulup kelivatkan rayoni kendigen bir meseleni şendirip bir. Siyasi cinayetçiler Şangan'a kaçıp gelse. 30 yıl burun yüz bergen Tiananmen vakasından keyin Şangan ana şundaq dünyaviy şan şöhretga bulup geldi. Amerika bir devlet, iki hükümet prensibi boyunca Tayvan bilen diplomatik münasebet ornatish kerakmi? Tayvan Shanbao gazeti Amerika Tayvan diplomatik münasebet ornatish hazır. Mavzuluk makale e'lon qilingan maqolasida xo'p mundaq ko'rsatdi. Tayvan xalqiga nisbatan aytganda xalqaro jamiyatning e'tirof qilishiga erishish qo'sh ma'niga ega. Tayvan xalqi qadr qimmat elib kelib qolmasdan ham Tayvanga bexatarlik elib keldi. Tayvanning xalqaro jamiyatning e'tirof qilishiga erishish xil yo'l bilan keladi. Uning biri asosiy qonunni o'zgartirish. Tayvanning davlat chegarasini Pinghu, Jinmen, Mazu orollariga kengaytirish. Yoki shu doirada cheklash. Hozir bu qapoq Tayvan taq Mongoliya mening Xinjiangga boyda, mustamlik Uyg'uristonni boy mening deydi, bu qapoq Tayvan taq tashqi Mongoliya allaqachon mustaqil bo'lib qolgan tashqi Mongoliyani o'zining xaritasiga sizib o'tadi vatandosh.
Bu çegara Tayvan bilan Jungo bir davlat emas degan hukmni ko'rsatib berdi. Qanxo qanxo nima jinmen mozo qatorli qarorlarga ig'dorchilik borlik kelligini asosiy qonun bilan belgilasam, o vaqtda deydi bu Tayvan Jungo bilan bir davlat emas degan hukmni ko'rsatib berdi. Lekin belki Tayvan taraf asosiy qonunni o'zgartirishni boshlagan amon Jungo Kompartiyasi alam va qalam bilan hujum qilib popozni ishlatishi, o'xshashda Amerikaga besim ishlatishi mumkin. Gerçi Amerika Tayvanga munosabatli harbiy ishlarga aralashib qilishni xohlamasimi? Burungi o'xshash Tayvanga besim ishlatib mustaqillik bilan shug'ullanma deyishi mumkin Tayvanga. Bundaq bo'lganda Tayvan mustaqilligi va Junxo mustaqilligi degan gaplar bo'shigida bo'g'ib tashlanadi. İki xil shakl. Xo'pon bundaq hisoblaydi Abdur. Tayvanning hozirgi holatini saqlash sharti aslida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan diplomatik munosabatni saqlab qolish bilan birga Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatish. Ya'ni Jungoni Tayvanni qo'sh tarafli e'tirof qilish. Ya'ni qo'sh tarafli e'tirof qilish. Bu hech nima xilof bo'lmaydi. Jungomi bir nima deyolmaydi. Jungomi ham Chavshan ham Koreyani e'tirof qildi. Undaqda Washington Junxo Xalq Jamhuriyatini e'tirof qilganda Junxo Mingo hukumatini ham e'tirof qilsa bo'lmamdi ekan. Hey, Xo'pon apandi, bu qudratli davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining bu buyuk davlatning vazifasi Kompartiya degan Xitoy bilan Gomindan degan Xitoyning o'rtasiga talash tortishni hal qiladigan vazifami? Xo'pon apandi, 70 yıl burun 20. asırning 40. yillarida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning ichki ishlarga aralashdi. Marshallning siyosat xatoligi tufayli oxiri bu quruqlikda Gomindan mag'lub bo'lib, Kompartiya degan bir partiya o'tirg'i chiqdi. Endi bugun siz bu taqsimotchilikda Xo'pon apandi, siz bu Xo'pon degan New Yorkda nashr qilingan Beijing bahorining tahriri bu odam nima deyapti? Ishki hukumatni e'tirof qil, bu xato emas. Hozirgi vaziyatda bu xato emas, lekin ishki hukumat biri Gomindan hukumati, biri Gongchandan hukumati. Bu ishki partiyaning ishini Amerika Qo'shma Shtatlari mushu vazifani aqrishi kerakmi? Nimiz Xo'pon apandi buni ishki partiya yoki Gomindan partiyasi hukumatidagi Tayvanni demak uning o'rniga Tayvanning o'zini e'tirof qilan Amerika desangiz bo'lmaydi ekan.